Salom hammaga. Mana bugun American Surprise o'sha mashhur vaflini sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Atiga 3000 so'm. Qani, kecha 5 tasini ochib ko'rgan edik sizlar bilan birga. Bular hozir 10 ta olib chiqdim. Yangi, hali ochilmagan. Qani birgalikda ochamiz. Ichidan nima chiqar ekan? Hammada pul, surprizlar chiqadi deyapti. Qani rost yoki yolg'on ekanligini ko'ramiz. Kecha ochganimizda ikkitasidan 2000 dan 4000 so'm pul chiqdi, lekin qolganda chiqmadi. Qiziqib yana 10 ta olib chiqdim. Ko'ramiz qani nima chiqar ekan. American Surprise mana haqiqiy originali ochilmagan. Ishlab chiqarilgan sanasi ham 7-mart 25-yil. Qani birgalikda ochamiz. Qani Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Qani. Anvar ismli yigitlarga mana ko'rdilaringiz, bunda puli yo'q ekan. Anvar, sen kuchlisan, Bahodir Jalolovdek kuchli bo'l debdi. Anvar ismli do'stlaringizga, tanishlaringizga yuborib qo'yasizlar. Orqasida Bahodir Jalolovning rasmi. Anvar ismli do'stlaringizni belgilab ketasizlar. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Qani, o'zim ham hayajonlanyapman. Juda kuchli. Mana ikkinchisini ochamiz. Birgalikda American Surprise. Mana bu ham hali ochilmagan, yangi. Qani, Bismillahirrohmanirrohim. Ichidan nima chiqar ekan? Ochamiz. Qani, buni ichidan ham qog'oz chiqdi. Demak, puli yo'q. Ukamga jo'natib qo'yasizlar. Ukalari borlar. Katta bo'lsam, senga BMW olib beraman. Ukam mana BMW rasmi. O'zim ham ukamga jo'natib qo'yaman. Mana endi meni 3000 ga sotib ol va yutuqlarga ega bo'l deb yozib qo'ygan. Qiziqsalaringiz, buni ko'k rangi ham bor. Men hozir pushti rangini ochib ko'rdim. Kecha ham 5 ta pushti rangini ochib ko'rgan edim. Lekin ichidan pul chiqqan edi. Qani, Bismillahirrohmanirrohim. Shoshilamiz. Ochamiz. Qani ichidan yana pul chiqmadi. Vaflisi lekin shirin, juda ham mazali. Atiga 3000 so'mga arziydi. Vaflilarni farzandlarim bilan yeymiz. Mehriddin degan bolalarga chiqdi. Mana kuchingni ko'chada emas, olimpiadalarda ko'rsat va chempion bo'l debdi. Mehriddin ismli yigitlarga jo'natib qo'yamiz. Mana sportchi yigit ekan. Sportchi yigit bo'lsa Mehriddinlar. Endi qani 4-chisini ochamiz. 4-chisida nima bor ekan? Menimcha bunda ham yo'q o'xshaydi. Hammada 20 ming, 50 ming talik pullar chiqqan. Bilmadim qanchalik rost yoki yolg'onligini tekshirib ko'rish maqsadida ochib ko'ryapman sizlar bilan birgalikda. Mana bunda ham afsuski puli yo'q. Nima bor ekan? Ibrohim. Vatanni sev, ardoqla, O'zbekiston buyuk davlat. Ibrohim. Faqat buni yarmi chiqmay qolgan. Kesilib ketganmi bilmadim. Yaxshi chiqmagan bu qog'ozlari. Uka chiqqan edi. Endi aka, sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsam geliga olib beraman. Mana. Hamma akasiga jo'natib qo'ysa bo'ladi. Akalaringizni belgilab, mana gelik rasmi. Akam deganlarga jo'natamiz endi. 5-chisi va nihoyat qani 5-chisi chiqarmikan bundan. Ko'ramiz qani. Ochilmagan azizlar bu mana. Endi ochyapman. Bunda ham menimcha qog'oz. Puli yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Lekin vaflisi shirin. Vaflisini bu yoqqa qo'yamiz. Mana jigar. Nima debdi? Zo'r o'qisang O'zbekistondagi eng zo'r biznesmen bo'lasan. Teskarlik uchun uncha qo'ymadim. Negativ yozmaysizlar. Balkim yozsalaringiz ham bo'ladi. Chunki kelajakda zo'r biznesmen bo'lasan degan so'zni salgina tezlashtirib xato o'qibman. Mana American Surprise yana bittasini ochib ko'ramiz. Qani menimcha bunisidan nima chiqar ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Chiqsa kerak. Bilmadim, negadir videolarda ko'rganimda pullar bor. Kechagisida chiqqandi. Nilufar ismli qizlarga chiqqan mana. Nilufar, sport bilan shug'ullan, Diyora kel, Diyorva kabi chempion bo'lishga harakat qil. Nilufar ismli do'stlaringizga, singillaringizga, opalaringizga jo'natsalaringiz bo'ladi. Mana Nilufar ismli qizlarga tilak desa ham bo'ladi mana. Endi mana bittasini ochamiz. Qani. Ichidan nima chiqar ekan? Yana pul chiqmadi-ku. Odinaxon. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, kecha qo'ygan videoyimda ham Odinaxon degani chiqqan edi. Odinaxon darslaringni vaqtida qil. Katta bo'lsang Mercedes olasan. Mana Odinaxon ismli dugonalaringizga tilak.
belgilab qo'yasizlar. Kommentariyaga like bosib, kimda nima chiqqan, pul chiqadimi yoki yo'qmi, kimda qancha pul chiqdi yozib qo'yasizlar. Mana menda bugun deyarli umuman pul chiqmadi. Kecha lekin 2000 dan 4000 chiqqan edi oldingi videolarimda. Kecha qo'ygan videoyimda ko'rsalaringiz bo'ladi. Rostdan pul chiqqan edi. Lekin juda ko'pida puli emas, tilaklari bor ekan mana. Hammasidan ham chiqmas ekan. Yaxshi o'qi, darslaringni qil, katta bo'lsang dizayner bo'lasan. Mana Zebo ismli dugonalaringizga, do'stlaringizga, opalaringiz, oilalaringizga jo'natib qo'yasizlar. Bu albatta yaxshi tilaklar xolos. Pul bo'lmasa ham bu tilakni jo'natib qo'ysalaringiz, ko'pchilik istoriyalarga, videolariga, telegramlarga qo'yishadi, qiziqishadi. Shunaqa tilak jo'natib qo'ysalaringiz bo'ladi. Do'stlaringizni belgilab ketingizlar mana yana. Ikkita qoldi. Aslida ikkitasidan pul chiqadimi, nima deb o'ylaysizlar? 3000 dan 6000 so'm. Lekin vaflisi ham juda shirin. 3000 ga olasizlar, arziydi. Vaflisini yeb ko'ringlar, maslahat beraman. Pullaringizga achinmaysiz. Agar ichidan pul chiqsa, pulini qaytarib olgan bo'lasizlar. Bundan ham pul chiqmadi. Mansur, yaxshi o'qi, katta bo'lsang general bo'lasan. Mana Mansur ismli yigitlarga, do'stlaringizga jo'natinglar. Yigitlar, aktiv bo'lamiz. Mana Amir Temurda rasm bor ekan orqasida. Mansur ismli yigitlar. Gat shirin tilaklar. Endi vaflisi juda ham mazali, yumshoq, ichida shokoladi ham bor. Men birinchi ko'rganimda buni yesa bo'lmaydi, suxoy deb o'ylagandim. To'g'risi, yo'q, unaqa emas. Ichida shokoladi ham bor. Va nihoyat oxirgisida ham hech qanaqaga pul yo'q, mana ko'rdilaringiz. Vaflini o'zi. Mana nima debdi? Ibrohim vatanni sev, ardoqlar, O'zbekiston buyuk davlat. Mana Ibrohimjonlarga jo'natamiz. Ibrohimjonlar belgilaymiz. Ibrohimjon buni glавныйsi istoriyalarga qo'ysa ham bo'ladi. Men uchun kimdir ochgan, mana do'stlarim desa ham bo'ladi. Albatta buni men Ibrohimjon uchun ochdim. Desam ham bo'ladi. Mana Mansur, Ibrohim, Zebo, Odinaxon 2 marta chiqdi, kecha ham chiqqan. Kechagi videolarimni ham albatta o'tib ko'ringlar. Nilufar ismli o'zimning ham do'stim bor, jo'natib qo'yaman. Jigarlarga tashlasak bo'ladi, akalarimizga va Ibrohimdagi endi salgina texnik nosozlik bo'lgan menimcha. Etiketkasini bosib ketgan. Mana bu Mehriddin ismli yigitlarga ukam hamda Anvar. Mana ko'rib turibsizlar, demak hech qanaqa pul yo'q. Lekin bir tarelka vafli, shirindan shakar, mazali mana buni. Qanchalar mazali. Bunisida ozgina vaflisi qiyshaqroq bo'lgan, mana lekin albatta juda ham shirin. Tatib ko'rishlaringizni maslahat beraman mana. Bu hech qanaqasiga uvol bo'lmaydi, tashlab olmanglar. Juda ham ta'mi mazali. Biz buni kecha ham iste'mol qilib ko'rganmiz. Juda ham zo'r. Sizlar bilan baham ko'rishni xohladim. Bu internetda juda ham trendga chiqdi. Pullar chiqadi deb mana ko'rdilaringiz. Hozir 10 ta ochdim, 10 tasida ham pul chiqmadi, lekin vaflisi bor. Shunaqa shirin tilaklar.